azizlarim, muxlislarim. Hammanglar yaxshimisizlar? Uychilar tinchmi? Sovuqlarda qiynalmay o'tiribsizlarmi? Yozda yopgan narsalarni ochib, mazza qilib, mana bugun necha marta ochdim, endi ko'rsatishga hafsalam bo'lmadimi? Xom achichuv yopuvdim, esinglarda bo'lsa. Achichuvni tayyorlab, bankaga solib, suvda vodyanoy qilib pishirgan edim. Bankasi bilan suvda qaynatib. Hozir endi bolam osh qildi. Oshni olib kelishdan oldin achichuvlarni olib kelishdi. Mana qarang, piyozlar kirsillaydi, yeb ko'raman. Fodaringga yeb ko'ramiz. Yoz ne'mati qishga dori de. Ashsha zo'r. Voy bolam, yonimda regulirovkachim bor mana. Ekranga qo'yadigan yasalib. Hozir osh kesib yana olamiz. Xudoga shukr, mana oshlar o'zi ham pishdi. Qo'llaring dard ko'rmasin. Achichuvdan allambalo aromat bir ta'm mazali kelyaptiki, o'zim qilganimga maqtanib qo'yay. Kelinglar oshga, chaqir adanglarni, hammani chaqir. Tinchlik omonlikda ko'rishaylik. Gullarimni ko'rsatishga keyin yana rolik qilarman. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Aziz gul shaydolari. Qish kunida gullarim qanaqaligini bir ko'rsatay. Mana hammasi podekonkada turibdi. Mana unaqa gul qo'yadigan stilajim yo'q. Men yana urug'ladi ikkinchi marta. Urug'ini olmoqchiman. Shu yildan-ja to'yda gullarga ishqim tushdi. Oldin katta parnelarda gul qilganmiz-da. Mana shuni juda yaxshi ko'raman. Shundan ko'paytirman xudo xolasa. Men bu tol guldan ko'chatib qo'ydim. O'sibdi sekin. Gullarni to'g'risini aytsam, otini ham bilmayman. Shu yil endi qiziqyapman-da. Mana hammasi deraza podekonkada. Mana gullayotganini qarang. Mana gullayapti. Uncha chiqargan edi, unchalarni olib tashladim. Ozgina sal o'ziga kelsin. Hali gullashga vaqtli. Gullarim. Yoniga denijni ekib qo'ydim, ko'kartni qarang. Mana bu gullar. Ustidan sprey qilib turaman bularni. Qor suvlari erib suvlarni olib sprey. Mana bular ochiq hayvonda plyonka bilan o'ralgan. 5 gradus issiq bo'lsa kerak. 4 gradus. Ochiq hayvonda prosta plyonka bilan o'ralgan. Turibdi mana shuncha sovuqlardan o'tdi. Mana bularimiz ham shibga tegib turibdi. Bu uyda ichkarida zalda. Mana bular ham ichkarida. Mana 10 kun bo'lib qoldi. Nigoradan olgan gulim. Bunchalar ancha katta bo'lib qoldi. Endi buni nima deydi? Dekabrist. Bu dekabrist gulni boqib ko'rmaganman. Qanaqa qilib parvarishini ham bilmayman. Suv sprey qilib qo'ydim lekin ustidan. Mana bu gul gortenziya. Kichkina olib keldim, 2 oy bo'ldi. Qarang, ancha o'sib qoldi. Men buni o'zim ko'chat qildim. Mana bunchalayapti. Bunchalari bor. Bir gulimiz mana. Tolni ham o'zim ko'chat qildim, o'syapti.
Buni ham sotib oldim. Bu ham gortenziya. Yonlaridan shoxlayapti. Shoxini ko'rsataman. Mana shoxlayapti. Buni ham mana yonidan shoxlayapti. Bu ham gortenziya. Bu ham gortenziya kichkina olganman. O'sish qiyin ekan. Uning uchun qimmat ekan bu gul. Juda ham o'sish qiyin ekan. Yo'q qish bo'lgani uchun o'smayaptimi? Mana bu gulim ham g'unchalayapti. Ochilsa olaman dedim, anaqa qilmadim. Shoshib qoldim, olgim kelib qoldi. Mana gullarim. Mana gortenziyam sal yaxshiroq o'syapti. Mana bugun veliyani qaranglar. 2 oy turdi deb uyda cho'p bo'lib. Voy, bu endi o'lib qoldimi deb o'yladim. Keyin o'qisam kesish kerak deyishdi. Kessam mana buni qarang mana. Shoxli anaqa qilyapti, kurtaylar chiqaryapti. Janob. Mana yana bitta gortenziyam. Xudo xolisa bahorda hammasini yerga ekib qo'yaman. Mana buni ham o'zim ko'chat qildim. Ko'ryaptimi? Mana. Shunaqa gaplar. Hovlida mana gullar qarang. Jonivor. Qishda ham anaqa turaverar ekan, ko'm-ko'm bo'lib. Shu bilan roligimizni tugataman. Hammanglarga sog'lik, salomatlik, oilalarga tinchlik, fayz baraka tilayman. Kelayotgan yengilimiz barakatli bo'lsin. Tinch, omon, yaxshi kunlarga boy bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.